Oilamizda chiroyli tadbir. Biz Oqo'rarga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana shu marosimni Deluxe Collection'ga ishondik. Xo'sh, nimalarni tayyorlab qo'ydinglar? Hop, olib kelgan chiroyli ko'yliklaringizni, kostyumchilaringizni birinchi qavatiga yasatdik, ikkinchi qavatiga tufelka, sumishka, Salyutondan atir bo'ldi. Chiroyli qilib mana shu gulchasini o'zi ham oyxon bilan rosa yurdik qidirib, xatga borsak nima. Lamela jamoasiga o'z tashakkurimni bildiraman. Men kutganimdan ham a'lo darajada chiroyli bo'ldi. Oqo'rarga shirinlikni buyurtma berganimda juda ham ko'p variantlarni ko'rsatishdi, lekin meni ko'nglim to'lmadi va maxsus bizni shodiyonamiz uchun mana shunday qutichani yasattirdik va har bitta shokoladni qo'l mehnati bilan yasashlarini iltimos qildim va men mamnunman. Rahmat aka, bizning profilimizda shunaqa odatimiz bor. Har bitta marosimni chiroyli qilib kuzatuvchilarimizga ko'rsatib beramiz. Siz ham maylimi, mumkinmi agar ruxsat bersangiz, chiroyli qilib oqlu marosimimizni ko'rsatib bersak? Mayli.